Assalomu alaykum. Bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa O'zbekona Cisco loyihamiz turkumiga kiradigan navbatdagi dars bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bugungi darsimiz judayam o'zgacha darslik. Nimaga deganda biz ana endi sizlar bilan tarmoq qurilmalarining vazifasi, ular nima vazifalarni bajaradi, ular bilan nima ishlar bajarishimiz mumkin-u, nima ishlarni qila olamiz va ular bizga qanday imkoniyatlarni beradi. Shular haqida gaplashamiz va undan tashqari o'zimiz uyda ishlashimiz, uy sharoitida, ishxona sharoitida ishlashimiz uchun, test qilib ko'rishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan emulyatorlar haqida ma'lumot olamiz. Demak, bugungi darsimizda boshlab olamiz. Demak, sizlarga birinchi bo'lib paket tracer yoki simulyator yoki FNG, JNS degan narsalarni ko'p eshitgansiz. Mana shu so'zlar haqida ozroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, kelinglar. Biz tarmoq qurilmalari bilasizlar, juda qimmat. Juda qimmat. Ularni boshqarishni o'rganishimiz uchun bizlarda resurs bo'lishi kerak, uni o'rganish uchun. Hozirgi davrimizda bizga shunday imkoniyatlar yaratilganki, emulyatorlar bir qancha turlari mavjud. Misol uchun bizani CCNA Enterprise kursimiz davomida bizga yetadigan darajadagi imkoniyatlarni bera oladigan simulyator turi, misol paket tracer. Sizlar bilan Xudo xohlasa butun kurs davomimizda shu paket tracerdan foydalangan holatda praktika ishlarini amalga oshirib boramiz. Endilikda bundan boshqa yana bir qancha emulyatorlar bor. Emulyatorlar bu siz xuddi bilsangiz, mana bu virtual mashinalarni o'zingizni kompyuteringizga o'rnatganingiz kabi routerlarni, switchlarni, tarmoq qurilmalarini o'zingizni kompyuteringizda virtual tarzda ko'tarishingiz mumkin. Mana shu narsalarga emulyatorlar deyiladi va ularning bir qancha turlari bor. Lekin CCNA darajasida ularga hech qanday ehtiyoj sezilmaydi. Chunki paket tracerimiz deyarli 98-99% bizani real qurilmalarimiz bilan bir xil ishlaydi CCNA darajasida. To'g'ri, nimaga faqat CCNA darajasida deyapman? Chunki CCNP darajasida sizga yana qo'shimcha imkoniyatlar, qo'shimcha nastroykalar qilish uchun nima kerak bo'ladi? Qo'shimcha resurslar kerak bo'ladi. Shunda paket tracer bu vazifani sizga bajarib bera olmay qolishi mumkin. Demak, paket tracer haqida gaplashib o'tamiz sizlar. Demak, CCNA darajasidagi istalgan laboratoriyani paket tracerda qilishimiz mumkin. Bu judayam yaxshi narsa. Nimaga deganda, bu simulyatorimiz judayam kuchli xarakteristika talab qilmaydi. Oddiy kompyuterlarda, qolaversa mana bu networklarda ham bemalol paket tracerda ustanovka qilib ishlab ko'rish mumkin. Buning uchun sizdan maxsus kompyuter talab qilinmaydi. Demak, kelinglar sizlar bilan paket tracer haqida gaplashib o'tamiz. Paket tracerimizda men oldindan ustanovka qilib qo'yganman o'zim uchun. Mana bu bizani рабочий stolimiz. Ya'ni bu yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan, o'zimiz test qilib ko'rmoqchi bo'lgan yoki o'zimiz qurmoqchi bo'lgan istalgan tarmoqni shu yerda qurib, uni sozlamalarini amalga oshirib ishlatib ko'rishimiz mumkin. Ana endi keling, buni interfeysi bilan tanishib o'tamiz. Yodimdan ko'tarilibdi, buni ustanovka qilish judayam oson. Paket tracerda o'zi qayerdan topaman deb savol berishlaring mumkin. Bu savollaringga javob bizani o'zimizning Cisco End Server yoki bo'lmasa O'zbekona Cisco Telegram kanallarimizda biz fayllarni doimiy yangilab boramiz. Nimaga deganda, buni turli xil relizlar bor. O'sha relizlarning oxirgi versiyalarini biz qo'yib borishga harakat qilamiz. O'sha yerdan yuklab olishingiz mumkin. Ustanovkasiga keladigan bo'lsak, bu judayam qiyin narsa emas. Dali okey deb bosasiz bo'ldi. Shu bilan ustanovka bo'ladi. Demak, sizlar bilan o'rnatib olganingizdan so'ng mana bunday interfeys paydo bo'ladi. Bu interfeysdan qanday foydalanishni hozir sizlarga sekinlik bilan o'rgatib borishga harakat qilaman. Demak, bugungi videomizda bir necha qismlarga bo'lib olsak, birinchi qism paket tracer bilan tanishish, ikkinchi qism tarmoq qurish va uchinchi qismimiz bo'ladigan bo'lsa, u tarmoqni sozlamalarini amalga oshirish. Demak, boshladik. Xo'p, kelinglar interfeys haqida gaplashamiz.
Bu interfeys bu sizni рабочий stolingiz. Xuddi kompyuteringizdagi рабочий stol. Boshqa hech narsa emas. O'zingizga kerakli narsalarni рабочий stolingizga chiqarib qo'yganingiz kabi bunda ham xuddi shunday chiqarib qo'yish imkoniyatingiz bor. Keling, biz bitta tarmoq quramiz. Tarmog'imizda 4 ta kompyuterimiz bo'ladi. Misol switch va routerlarimiz bo'ladi. Endi switch routerlar deb sizga qulog'ingizga yangi so'z bo'lib eshitilishi mumkin. Bu so'zlarni endi sizni qulog'ingizga qanday yangilik emas, xuddi endi bu so'zni ishlatishga endi odatlanadigan tusga kirgizamiz. Demak, mana bu yerda e'tibor berishingiz mumkin. Router qurilmalari turibdi mana. E'tibor bersangiz, mana bu yerda router qurilmalari har xil turda turibdi. Mana bu yerda switch qurilmalari, mana bu yerda hub qurilmalari bor va boshqa tarmoqqa kerak bo'ladigan firewalllar, cloudlar, shunga o'xshash wireless devicelar va boshqa bir qancha qurilmalar bor. Mana bu yerda tarmoq komponentlarining eng asosiylaridan biri bo'lgan, ya'ni network media haqida. Mana bu network media kabellar bilan ko'rishingiz mumkin bu yerda. Mana bu yerda esa end devicelar bilan ko'rishingiz mumkin. Mana bu qismida bo'ladigan bo'lsa, bu qismida faqat tarmoq qurilmalari, network device yoki internet work device bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Keling. Xo'p, mana bu yerda sizga kerakli qurilmani siz ekraningizga tortib chiqarish orqali chiqarishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, tarmoq administratorlari judayam nima deydi, erinchoq odamlar. Shaxsan men ham. Shuning uchun men har doim 4 ta kompyuter bittalab chiqargim kelmadi va Ctrl knopkasini bosib turib, ya'ni Ctrl bu control deyilgan. Control knopkasini bosib turib, laptopni belgiladim mana. 1, 2, 3 mana. Judayam oson. Va e'tibor bering, hozir mana bunaqa ko'p bossam bosilib ketyapti. Bunaqa holatdan chiqish uchun mana buni bosamiz. Birinchi belgini bosamiz yoki bo'lmasa klaviaturamizda escape knopkasini bosishimiz mumkin. Bosdik. Xo'p, mana bular bizda ortiqcha. Buni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, bularni belgilab, mana bu yerdagi knopkani bosishimiz mumkin yoki bo'lmasa kompyuterimiz klavishidagi delete knopkasini ham bossak bo'ladi. Demak, delete bosamiz. Tamom. Ana endi nima qilish kerak? E'tibor bering, yana mana o'chirish belgisi bo'lib qoldi. Bundan ham chiqish uchun mana yana birinchi belgini yoki bo'lmasa escape knopkasini bosamiz. Demak, bizda kompyuterlarimiz bor. Endi mana bu tipadagi narsalar haqida dars mobaynida berib o'taman. Kerakli joylar bo'lganda tushuntirib o'tib ketaman. Demak, bizlarga bu kompyuterlarimiz internetga olib chiqishimiz kerak. Bu kompyuterlarimizni yig'ib berish uchun bizga albatta switch qurilmasi kerak bo'ladi. Switch qurilmasini mana network device ichidan switch bo'limini tanlab, bir qancha variantlarni ko'rishimiz mumkin. Kelinglar, uni farqlari haqida gaplashib o'tamiz. O'zi switch nima? U nima vazifani bajaradi? Qanaqa turlari bor? Nechta porti bo'ladi? Ko'rinishi qanaqa bo'ladi degan savollarga javob topamiz. Buning uchun 2960 bitta markani tanladim va PTMPT deganini tanladim. Keling, ikkalasini birgalikda solishtirib chiqamiz. Men sizlarga hozir bu qurilmani qanday qurilma ekanligini vizualni ko'rsatib bera olaman. Qanday deysizmi? Uni ustiga ichiga bosib, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin qurilmani fizik ko'rinishi. Mana bu bizni switch qurilmamiz va mana shu qurilma orqali biza tarmoq qurishda keng foydalanadigan qurilmalarimizdan bittasi. Bizga eng ko'p foydasi tegadigan qurilmalardan. Demak, bu qurilmani vazifasi bizlarda qanchadir end device'lar bo'ladigan bo'lsa, ular xoh kompyuter bo'ladi, xoh printer bo'lishi mumkin yoki IP telefon bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa. Ularni hammasini mana shu switchlarga ulab bitta lokal tarmoq hosil qilishimiz mumkin. Ana endi bu qurilmamizni ko'rinishiga e'tibor beramiz. Mana bu yerda 24 ta porti va 2 ta porti bor ekan. Jami 26 ta. Va mana bu orqa ko'rinishi va orqa ko'rinishida konsol degan porti bor ekan, e'tibor beringlar. Bu konsol porti haqida keyinroq to'xtalib o'taman. Demak, mana bu qismida mod degan knopkasi bor va 26 ta porti bor ekan.
Yana bitta narsa aytib o'taman. Bu qurilmani oldi tomoni, bu orqa tomoni. Bu o'zi bitta qurilma 1 unit deyiladi. 1 unitimiz taxminan 4,5 santimetrga teng bo'ladi. Demak, qurilmamizni hajmi taxminan mana shunday bo'ladi. Ana endi config bo'limiga o'tsak, bu qurilmamizda nechta porti borligi haqida informatsiya olishimiz mumkin. E'tibor bering, 24 ta fast Ethernet va 2 ta gigabit Ethernet porti bor ekan. Bo'ldi. Hozircha bizga kerakli ma'lumot shu. Demak, bu degani 24 ta kompyuterni bemalol ulashimiz mumkin. 24 ta, 25 tagacha ulashimiz mumkin. Demak, mana bu PT-MPT switch bilan farqini ko'rib chiqamiz. Uni ham ustiga bitta bosamiz. Mana. E'tibor bering, bunda hech qanday port yo'q. Shunaqasi ham bo'ladimi deyishingiz mumkin. Bo'ladi. Cisco paket presserda shunday возможность yaratgan, ya'ni imkoniyat yaratganki, bizga o'zimiz xohlagan turdagi slotlarni qo'shib olishimiz mumkin. E'tibor bering, slotlarni deb aytdim. Xo'p, keling, uning uchun nima qilamiz? Ya'ni biz o'zimiz xohlagan portni qo'shib olishimiz mumkin. Uning uchun albatta qurilmani o'chirish shart. Qurilmani o'chish holatida biz o'zimizga kerakli portni qo'sha olamiz. Kelinglar, port haqida ma'lumot berib o'taman. Mana bu 1SY. Bu degani bitta mis simli, ya'ni copper degani C, bitta mis simli Ethernet kabel. Ethernet kabel ko'pchilik bilsa kerak, bu tezligi 10 megabit sekund bo'ladi. Keyingisi 1SFY. Bu degani bitta mis simli fast Ethernet, ya'ni bitta mis simli 100 megabit sekund. Mana e'tibor bering. Ularni ko'rinishi hammasi bir xil, lekin uni ichidagi tezligida farqi bor. Endi mana bunisini oladigan bo'lsak, bu 1SG. Bu degani bitta mis simli gigabit Ethernet. Endi e'tibor bering, 1F bor. Bu nima? Bu bitta optik modul, ya'ni SFP. Mana fast Ethernet, ya'ni 100 megabit sekund chiqadigan fast Ethernet SFP'miz. Yoki bo'lmasa, mana bunimiz 1 gigabitlik fiber optik SFP'miz. Mana shularni tiqib qo'yishimiz mumkin va albatta uni qurilmani yoqamiz. Bu nima uchun kerak? Qachondir sizga qandaydir vazifalar berilganda, maxsus vazifalar berilgan holatda siz shu qurilmalarni sozlash jarayonida sizga optika kabel kerak bo'lishi mumkin yoki boshqa turdagi kabellar kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana shu vaqtida aynan tezlik kerak. Misol, siz 10 ta gigabit portli switch topolmasligingiz mumkin. Ana shu yerda mana shunaqa vaziyatda mana shu yerga kirib, bemalol o'zingizga kerakli portlarni qo'shib olishingiz mumkin. Va albatta yoqishni esingizdan chiqarmang. Xo'p, AUX va konsol degan port bunda ham bor. Bu qurilmani nastroyka qilish uchun. Demak, bizlarni kursimiz davomida kerak bo'ladigan, ya'ni eng ko'p ishlatadigan switchlarimizdan biri 2960. Mana bu switchimizni, bitta MPT switchimizni qandaydir vaziyatlarda ishlatmasak, deyarli ishlatmaymiz. Demak, buni ham o'chirib tashlash uchun mana bu X knopkasini bosaman. Ana endi bu qurilmalarni, ya'ni end device'larimizni switchga ulaymiz. Ulaganimizdan keyin ularni internetga olib chiqib berish uchun bizga alohida qurilma kerak bo'ladi. Bu qurilmamizning nomi ko'pchilikga ma'lum bo'lgan router. Mana siz o'ylaydigan uyingizdagi Wi-Fi router emas. Iltimos shu narsaga chalg'itmanglar. Bu haqiqiy router. Uyimizda ishlatadigan o'sha sizlar ko'pchilik o'ylaydigan router, bu access point deyiladi yoki home gateway deb nomlanadi bizning tilimizda. Demak, bu yerda qarang, mana shuncha routerlarning turi bor ekan. Ular nimasi bilan farq qiladi? Keling, ularni solishtirib chiqamiz. Mana 3 xil turdagisini oldim, ularni bir-biri bilan solishtirib, ularning farqini ko'rib chiqamiz. Demak, 2911 bizani sevimli routerimizga aylangan, juda ko'pchilik taniydi bu routerda. Mana ko'rinishi. Mana bu old ko'rinishi, mana bu orqa ko'rinishi yoki teskarisi. Demak, bu qurilmamizda ikkita blok pitaniya qo'yish imkoniyatimiz bor, lekin bunda hozir bitta turibdi.
o'chirib yoqish knopkamiz bor va mana bu orqa tomonida 3 ta gigabit portimiz bor. USB portlarimiz ham bor. Switchlarga, routerlarimizga USB portlari kerak. Nimaga kerakligi haqida keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Demak, 3 ta gigabit Ethernet porti bor, AUX porti bor va konsol porti bor. Va bunga qo'shimcha ravishda coverlar, ya'ni slotlar qo'shishimiz mumkin. Mana bu yerlarga 4 ta slot qo'shishimiz mumkin, o'zimizga kerakli, ya'ni port qo'shishimiz mumkin. Hozir cover deb chalg'indim. Mana qarang, qurilmani o'chirib, mana bunday coverlar, ya'ni yopiq modullar qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu narsa bizga kerak. Bu narsani har doim ishlating. Qurilmada ochiq joy qolmasligi kerak. Nimaga? Chunki bilasizlar, bizani bitta dushmanimiz bor. Bu chang. Insoniyatni do'sti emas, insoniyatga zarar tegadigan. Agar u bo'lmaganda insoniyat 1000 yil yashashi mumkin bo'lgan narsa bu chang. Qurilmalarimiz ham ko'proq yashashini xohlasangiz, uni albatta keraksiz portlarini yopib yuring. Xo'p, demak, qurilmani yoqib qo'yamiz. Biz faqat uni chang kirmasligi uchun yopib qo'ydik. Buni har doim paket resetda qilishingiz shart emas, lekin real tarmoqda ishlaganingizda har doim yopishingiz shart. Bo'lmasa, qurilmani ichi juda ham tez chang bo'ladi va uni ishlashiga ham ta'sir qiladi. Demak, mana bu konfig bo'limiga o'taman. Bu yerdan biz ko'rishimiz mumkin 3 ta gigabit Ethernet portimiz bor ekan. Demak, kelinglar kommentariya qilib, o'zim esimdan chiqmasligi uchun men qo'shib qo'ymoqchiman. Yozib qo'ymoqchiman. Yozishim uchun mana bu yerda daftarchani belgisi bor yoki bo'lmasa N harfini bossangiz ham bo'ladi. Demak, bunda 3 ta gigabit Ethernet porti bor ekan. Demak, keyingisiga o'tamiz. 4331 modelimiz. Bu chiskoni eng oxirgi deya olmayman. Yaqin atrofda, yaqin shu 1-2 yil ichida eng topga chiqqan routerlardan biri. Demak, 43 seriya. Mana ko'rinishi, old ko'rinishi, orqa ko'rinishi. Bunda ham bir qancha portlar bor. Kelinglar portlarni ko'ramiz. Bunda ham 3 ta gigabit Ethernet portimiz bor ekan. Bo'ldi. Keyingisi 1941. E'tibor bering, bu sal eskiroq variant. Bunga ham slot qo'shish imkoniyatimiz bor. Konfig bo'limiga o'tamiz. E'tibor bering, bu yerda gigabit. 2 ta gigabit porti bor ekan. Mana endi biz nima qilamiz? Kommentariyamizni davom ettirib qo'yamiz. Demak, 4331 modelimizda ham 3 ta gigabit Ethernet portimiz mavjud. 1941imizda esa 2 ta gigabit Ethernet portimiz bor ekan. Xo'p, shundaylari bor. Misol uchun mana bu 1841 modelni oladigan bo'lsak, bu modelimizda 2 tagina Ethernet porti bor. Tarmog'ingizda qanday kattaligiga, tezligiga qarab o'zingiz router tanlashingiz mumkin. Bizda praktika jarayonida eng ko'p ishlatadiganlarimizdan biri mana bu ikkalasi. Va yana bittasi bor, mana bu PTMPT. Bu ham xuddi boya ko'rsatgan switchimga o'xshagan router. Bunga o'zingizga kerakli portlarni qo'yib olish imkoniyatingiz bor. 10 tagacha istalgan turdagi portingizni qo'yishingiz mumkin. Maxsus praktikalar bo'ladi. Darslarimizda o'sha paytda qurilmani o'chirib, misol uchun gigabit port kerak bo'ladigan bo'lsa, gigabit portlarni bir boshdan taxlab o'zingizga kerakli bo'lgan sonlarda, kolичествоda portlarni qo'shib ishlatishingiz mumkin. Yoqish esingizdan chiqmas. Demak, mana bir qancha turlarini ko'rdik. Bizga eng ko'p ishlatiladigani 2911. Qolganlarini o'chirib tashlang. Ana endi. Demak, bizning tarmog'imiz deyarli tayyor. Ya'ni bizda end device'lar bor va internet work devices bor. Ana endi bizga nima kerak bo'ladi? To'g'ri. Bizga kabellar kerak bo'ladi. Mana bu yerda bir qancha kabellarning turlari mavjud. Bu kabel turlarini men bir boshidan sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, birinchisi bu avtomatik kabel.
Ya'ni siz switch bilan kompyuterni ulamoqchimisiz, u ustiga belgilasangiz bo'ladi. U avtomatik kabelni turini tanlab, o'zi ulab qo'yadi. Endi e'tibor bering. Mana bu kabel bor. Bu konsol kabel deyiladi. E'tibor bersak, mana bu pastda yozuv chiqib boradi har bitta kabelni. Demak, bu konsol kabel. Konsol kabel bizada tarmog'imizdagi qurilmalarni birinchi marta nastroyka qilish jarayonimizda ishlatamiz u kabellarda. Ana endi mana bu kabel copper straight through kabel. Bu kabelimiz nimaga straight through? Keyingi darslarimizda o'tamiz. Copper deganimiz straight through primoy kabel deyiladi. Bu kabelimizni ikkala tomoni, ikkala uchi bir xil standart asosda tikiladi. Yo u T568A standart bo'yicha yoki T568B standart bo'yicha bo'ladi. Ana endi keyingi kabelimiz bor. Bu crossover deyiladi. Bu kabelimizning farqi ikkala uchi e'tibor bering, ikki xil standartda tikilgan bo'ladi. Demak, bizaga kompyuterlarimizda switchga ulaydigan jarayonimizda bizaga straight through kabel kerak bo'ladi. Endi nimaga aynan straight through kabel degan savolingizga biz sizlarga xudo xohlasa data link mavzusida tushuntirib beramiz. Ana endi switchimizni kompyuterimiz bilan bog'lashimiz kerak. Shu jarayonda kompyuterimiz ustiga bitta bosamiz. E'tibor bering, bosdim. Hech narsa chiqmayapti. Boshqatdan. Bosgan jarayonimizda bizada RS232 chiqadi. Bu bizani konsol portimiz uchun. Ya'ni biz hozir bunga ulamaymiz. USB portlarga ulamaymiz. Biz albatta fast Ethernetga ulaymiz. Va switchimizni istalgan, e'tibor bering, istalgan portiga ulashimiz mumkin. Adashib ketmaslik uchun tepadan boshlab ulab kelamiz. E'tibor bering, shu jarayonda ham konsol portga ulamaymiz. Konsol portga ulash mumkin emas. Hozircha, chunki konsolning vazifasi boshqada. Demak, uladik. Har safar yana kabel tanlov nima deydi? Hammaga ham yoqmaydi. Shuning uchun kontrol knopkasini bosib turib, kabelni tanlab olamiz. Demak, fast Ethernet bunga, fast Ethernet 03 bunga. Fast Ethernet bunga, fast Ethernet 04 bunga. Demak, mana biz ulab oldik. Ana endi switchimiz bilan routerimizni ulash kerak. Endi ulash jarayonida mana birinchi routerdan boshladim. Qayerlik gigabit Ethernet 00 portdan olib, switchimiz qaysi portiga ulaymiz? Bizda ikki xil variant bor. Yoki fast Ethernet portiga yoki gigabit. Ko'pchilik mana bunday ulab qo'yishadi. Ba'zan biz shoshgan vaqtimizda ham shunaqa qilib qo'yamiz, lekin bu narsa noto'g'ri. Nimaga? Bunda speed mismatch degan narsa bo'ldi, ya'ni tezlik mos emas. Tasavvur qiling, ikkita kanal bor. Bitta kanalda 100 megabit sekund ma'lumot o'qadi, ikkinchi kanalda 1 giga ma'lumot o'qadi. Agar 1 gigali kanaldan 100 megabit sekundli kanalga ma'lumot kelib qolsa nima bo'ladi? Toshqin. Demak, tarmoqda shunaqa narsa bor. Tezliklar mos bo'lishi kerak ikkala qurilma o'rtasida. Tarmoqda kolliziya bo'lmasligi uchun, paketlar o'chirtda qolib ketmasligi uchun, yo'qolmasligi uchun ularda har doim tezliklar bir xil bo'lishi kerak. Demak, men hozir noto'g'ri shunday o'ylab qo'ysa bo'ladi, lekin o'rtadagi liniya fast Ethernet bo'lib ko'tariladi. Biz qurilmalarimizni portida maksimal darajada foydalanmagan bo'lamiz. Nimaga? Chunki e'tibor bering, mana bu kompyuterlarimiz misol har biri 100 megabit sekunddan bo'lsa, 400 megabit sekundga bizaga paket tashlaydi. Endi 400 megabit sekund routerga chiqib ketmoqchi bo'lsa 100 megabit sekund bo'lib qoladi. O'rtada nomutanosiblik bor. Sizdan 400 megabit sekundga talab bo'lyapti, lekin sizga kirib keluvchi liniya 100. Ana shunday holat bo'lmasligi uchun nima qilamiz? Portni boshqatdan uzamizda, portni boshqatdan uzib, gigabit portiga ulab qo'yishimiz kerak. Mana endi gigabit portlarimizni uladik. Ana bizda tarmog'imiz deyarli tayyor.
tarmog'imiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Ana endi sizlar bilan mana bu kabellarni qolganlarini ham tugatib qo'yamiz. Bularni biz juda ham ko'p ishlatmaymiz. Misol uchun ishlatsak Fiber ishlatishimiz mumkin. Telefon kabeli bor. Xohlasangiz koaksial kabel, mana bu antennaning kabellari bor. Serial kabellar, maxsus ishlatiladigan serial kabellarimiz bor. Optical kabel degani ular IoT kabellari va USB kabellar bor. Biz asosan boshidagi mana shu 4 tani ishlatamiz tarmoqda. Agar siz IoT o'rganadigan bo'lsangiz, qolgan kabellarni ham albatta ishlatasiz. Ana endi bizani paket tracer bilan qisman tanishtirish jarayoni tugadi. Yana bir qancha narsalar bor, uni dars jarayonida ko'rib boramiz. Ana endi qurilmamizni nastroyka qilishdan oldin biz tarmog'imiz uchun kommentariy yozamiz. Kommentariya bu o'zimiz uchun eslatma, esimizdan chiqib qolmasligi uchun. Kelinglar, kommentariy yozish uchun mana bu knopkani bosaman. Demak, bu tarmog'im 192, 168, 110 oilada bo'ladi, 24 Moskvada deb aytdim. Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Bu 192 nima, 198 nima, qachon ishlatamiz? Bu narsani hozircha shunday deb qabul qilingan deb turinglar. Mana shunaqa narsa ishlatar ekanman deb tursalaring bo'ldi. Navbatdagi 4-5 dars ichida biz sizlarga 3 dars IP adres mavzusini juda mukammallik bilan o'tib beramiz. O'sha IP adreslardan keyin sizda hech qanday savol qolmaydi, Xudo xohlasa. Shuning uchun hozircha faqat shu 192, 168 dan foydalanib turamiz. Undan keyin boshqa IP adreslar bilan foydalanish imkoniyatingiz bo'ladi. Demak, nima qilamiz? Kommentariya yozdim va har bitta kompyuterga bermoqchi bo'lgan IP adresimni uni kursiga qarshisiga yozib chiqaman. Demak, 192, 168, 101 bittasini IP adresi, ikkinchisiniki 102, 103, 104. Endi e'tibor bering. Agar kompyuterlarimiz internetga chiqmoqchi bo'lsa, ular nima qilishadi? Mana shu savolga javob topamiz. Buning uchun keling, tasavvur qiling, mana bu internet servis provider. Mana buni provider deb tasavvur qilamiz, internet deb tasavvur qilamiz. Provider bizga nima beradi? O'rtada bittagina kabel beradi. Kelinglar, mana bu yerdan chiziqcha chizish uchun foydalanaman. Tasavvur qiling, provider sizga bir donagina liniya berdi. Siz uni o'zingizni routeringizning bitta portiga ulaysiz va ikkinchi tomonga lokal tarmog'ingizni ulab, lokal tarmoqdagi kompyuterlaringizni internetga chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi keling. Mana shu holatda mana bu qism, ya'ni mana bu qism men o'zim yozdim. Bu tarmoq hech qanaqa aloqasi yo'q. Men faqat sizlarga tushuncha bo'lishi uchun bu narsani vizualni tasvirlab turibman. Demak, bizda kompyuterimiz internetga chiqib ketmoqchi bo'lsa, providerga chiqib ketmoqchi bo'lsa, nima ishni amalga oshiradi? Kompyuterimiz ma'lumotni switchga jo'natadi, switch uni routerga jo'natib beradi. Demak, routerimiz bizga xuddi darvoza, ya'ni internetga kirish uchun darvoza vazifasini bajarib beradi. Shuning uchun routerimizda, e'tibor beringlar, routerimizda ham IP adres bo'ladi. Kelinglar, bunga 254 degan IP adresni berdim. Nimaga bu 254 degan savol juda ko'pchilikda bo'ladi. Kelinglar, buni IP adres mavzusida ko'rib chiqamiz. Endi sizlar bilan router, switch, end device'larni nastroykalarini ko'rib chiqamiz. Bundan oldin bizga kerak bo'ladigan narsa albatta operatsion tizim. Cisco'ning operatsion tizimining nomi nima degan savol ko'pchilikni qiynaydi. Eslab qolishga juda oson qilib tushuntiraman. Apple degan hammamiz bilamiz, iOS. Bu ham Cisco'niki ham, demak, iOS. Nima farqi bor? Ikkalasi bir xil operatsion tizimda ishlaydimi deyishlaring mumkin. Yo'q, unaqa emas. E'tibor bersangiz, mana bu yerda I, ya'ni katta I harfi bilan yozilgan. Bu degani Cisco'ning operatsion tizimining nomi iOS. Apple'niki bo'lsa, kichkina I bilan yoziladi. U ham iOS. Lekin ular o'zaro bog'liq narsa emas. Demak, qarang. Operatsion tizimning vazifasi nima? Bizani kompyuterimizni yangi sotib olgan vaqtimizda u qurilma xuddi metalga o'xshaydi.
Uni bizani o'zimizga moslashtirishimiz uchun, ya'ni user interface yaratishimiz uchun bizga operatsion tizim kerak. Mana shu operatsion tizim mana shu shell deb ataladi va a, kompyuterimizga misol uchun Windows o'rnatganimizdan keyin bizga nima kerak bo'ladi? Albatta driverlar kerak bo'ladi. Bu driverlar o'sha bizga user interfeysni yaratish uchun hardware bilan operatsion tizim o'rtasidagi vositachilar. Vosita vazifasini bajarib beradi. Demak, qurilmalarni nastroyga qilishda ikki xil yo'li bor. Bu grafik yo'li va komanda stroka orqali, ya'ni komanda yozish orqali. Buni xuddi Windows va Linuxga o'xshatsak bo'ladi. Misol tasavvur qiling, qaysi birini o'rgangan ma'qul? Windowsda boshlab o'rgangan ma'qulmi yoki birato'la Linuxda o'rgangan ma'qulmi? Tasavvur qiling. Linuxda o'rgangan ma'qul deyiladi chunki Windows ishlatib yurgan odam Linuxga o'rganishi qiyin. Lekin Linux ishlatib yurgan odam, Linux o'rgangan odam bemalol Windows ishlatishi mumkin. Chunki u grafika. Biz ham xuddi shunday qilib sizga tarmoq administratorligida qurilmalarni sozlashni biz komanda stroka orqali o'rgatamiz. Ya'ni biz komanda orqali yozishni o'rgatamiz. Grafik orqali qilish juda ham oson. Buni o'zingiz ham mustaqil ravishda bitta ko'rib chiqib bemalol tushunishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz sizga xuddi Linuxni o'rgatamiz, Windowsni o'rganish o'zingizga qoladi. Demak, endi qurilmani boya ko'rdik. Unda hech qanaqa monitor yo'q, ekran yo'q. Uni qanday qilib nastroyka qilish mumkin? Ikki xil yo'lda nastroyka qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchisi konsol kabeli orqali. Yangi qurilmani barchasini biz konsol kabeli orqali nastroyka qilamiz. Demak, birinchi nastroykalar hammasi konsol kabeli orqali bo'ladi. Mana bu konsol kabel ko'rinishi. Ana endi mana bunaqa port xuddi VGA ga o'xshaydi. Ko'pchilik VGA deb o'ylaydi, lekin bu VGA emas. Bu RS232 deb nomlanadi. Hozirgi vaqtga qarshi hozirgi noutbuklarda bunday port yo'q. Buni o'rniga biza perixotnikligidan foydalanishimiz mumkin yoki o'zida maxsus perixotniklari bor. O'sha perixotniklardan foydalanib USB ga o'tkazib ishlatishimiz mumkin. Bu haqida keyingi alohida bitta darsimiz bo'ladi. O'sha darsimizda ma'lumot berib o'taman. Bir qancha turlarni ko'rsataman. Demak, ikkinchi turi qurilmaga kirishdi, masofadan kirish. Men kasbimni eng sevadigan tomonim shu, chunki men shu yerda o'tirgan joyimda turib, dunyoning narigi chekkasida turgan qurilmani ham nastroyka qila olaman. Telnet SSH protokollari yordamida masofadan kirib qurilmani nastroyka qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu masofadan kirish uchun ham baribir siz konsol kabelida kirib o'sha Telnet bilan SSH protokollarini ko'targan bo'lishingiz kerak. Demak, terminallardan foydalanamiz. Misol, mana bu kompyuterimizni qurilmaga tiqdik, konsol kabeli orqali tiqdik. Nima bo'ladi? Ishlaydimi? Yo'q. Ishlamasligining sababi bizda o'rtada vositachi kerak. Vositachi vazifasini bizda bir qancha anolar bor, dasturlar bor. O'shalar bajarib beradi. Misol sifatida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda PuTTY programmasi. PuTTY programmasi yoki bo'lmasa Terraterm yoki SecureCR. Mana SecureCR. Mana shu dasturlar orqali siz qurilmalarni nastroyka qilishingiz mumkin. Bu xuddi shunaqa dastur sizni kompyuteringiz va tarmoq qurilmasi o'rtasidagi vositachi vazifasini bajarib beradi. Bu dasturlarni ishlatishda alohida keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Ana endi eng qiziqarli joylariga kelyapmiz. Qurilmani ichki nastroykalarini hozir sizlar bilan bitta-bitta ko'rib o'tamiz va keyin paket tracerga qaytib boyagi tarmog'imizni yakuniga yetkazib qo'yamiz. Demak, boshladik. Xo'p, qurilmaga kirib olganimizdan keyin konsol kabelni ulab maxsus programmalar bilan kirib olganimizdan so'ng bizda nima bo'ladi? Qurilmani nastroyka qilish ishi boshlanadi. Endi switch bilan routerlarni nastroyka qilish bir xilmi? Ha, bir xil. Ularning operatsion tizimi bir xil bo'lgandan keyin ularni nastroyka qilish ham deyarli bir xil bo'ladi. Endi e'tibor bering. Qisqacha qilib aytib o'taman. Routerimizda va switchimizda, ya'ni общий iOSimizda 3 ta rejim bo'ladi. Birinchi rejimda nomi user mode, ya'ni foydalanuvchi rejimi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Router yoki switch ko'rinishda belgichasi bo'ladi. Bu rejimda nima qilish mumkin? Deyarli hech narsa qilib bo'lmaydi. Bu yerda faqat aloqa bor yoki yo'qligini tekshirish mumkin. Boshqa ish qilib bo'lmaydi. Keyingisi, ikkinchi rejim.
Ikkinchi rejimni nomi bu Privileged Exec Mode yoki privilegirованный rejim deb aytiladi ruschasiga. Bu rejim reshotka bilan belgilanadi. Birinchi rejimdan ikkinchi rejimga o'tish uchun enable komandasi kerak. Hozir bilan ko'rsataman. Endi ikkinchi rejimda nima qilish mumkin degan savol. Ikkinchi rejimda qilingan nastroykalarni, qurilmani ichida bor nastroykalarning barchasini ko'rish mumkin. Mana, barchasini ko'rish mumkin. Uchinchi rejim Global Configuration Mode, global rejim. Bu yerda siz qurilmani istalgancha nastroyka qilishingiz mumkin va u uchinchi rejimda bo'ladi. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beringlar, juda ko'pchilik chalg'iydi. Xalqaro ekzaminda ham shu savol bor. Bir qancha mana bunaqa holatlarni berib qo'yadi-da, routerda nechta rejim bor degan savol beradi. Esinglarda qolsin, routerda 3 ta rejim bor. User mode, privilegirованный rejim, global rejim. Mod degani bu rejim. Ko'pchilik aytadi, mana bu yana line configuration mode, interface configuration modlar ham bor deydi. Bularni 5 ta deb aytadi. Yo'q, unaqa emas. 3 ta asosiy rejim bor. Bularning hammasi uchalasi asosiy hisoblanadi. Mana bular qolganlari bu interface osti hisoblangani uchun bular bir rejim hisobiga kiritilmaydi. Demak, line configuration mode, e'tibor bering, mana bu yerda line turibdi. Bu yerda if turibdi. Qaysidir interfeysning ichidagi narsani so'zlamoqchi bo'lsak, u if bo'lib turadi. Bu narsaga siz e'tibor qaratmaysiz. Demak, 3 ta rejim bor. User, privilegirованный, global. Bo'ldi. Mana bular interfeys osti bo'lganligi uchun bular rejim hisobiga kiritilmaydi. Lekin bor shunaqa narsa. Ana endi mana aytib o'tilyapti. Xullas. Demak, birinchi rejimdan ikkinchi rejimga o'tish uchun enable komandasi yoziladi. Ikkinchi rejimdan misol uchun birinchi rejimga qaytmoqchi bo'lsangiz exit bitta rejim orqaga qaytaradi. Misol uchun qaranglar. Line configuration mode bor edi boya. Bu line configuration mana line console 0. E'tibor bersangiz, bizda console port bor dedim. Bu console portni biz ichiga kirib, misol parol berib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni console kabel bilan ulangan odamdan parol so'raydi. Ana o'sha jarayonda console portni ichiga kirganingizda sizda line deb degan yozuv chiqadi. Bu degani sen line konsolni ichidasan degan ma'noni beradi. Bu lekin rejim hisoblanmaydi. Interface osti rejim. Ana endi line console 0 qildida mana line ichida turibmiz. End komandasi yozilsa, bu avtomatik ikkinchi rejimga tashlaydi. Ya'ni qanaqa rejimda nechinchi rejimda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizni ikkinchi rejimga tashlaydi. Yoki Ctrl ham shu vazifani bajaradi. Agar siz qaysidir interfeysni ichiga kirsangiz, qurilmani, misol switchni Fastnet 01 interfeysining ichiga kirmoqchi bo'lsangiz, mana bu komandani yozasiz. Yozganingizda mana bu if ga o'zgaradi. Bu o'sha interfeysni mana shu yerda so'zlashingiz mumkin. Mana hozirgacha biz ko'rib chiqdik. Enable komandasini ko'rdik. Bu birinchi rejimdan ikkiga o'tish uchun. Disable xuddi shuni teskarisi. Ikkinchi rejimdan misol uchun birinchi rejimga tushish. Configure terminal degan komandani o'tyapmiz-ku. Bu komanda eng sevimli komandalarimizdan biri. Bu yerda chiqmabdi. Eng sevimli komandalarimizdan biri ikkinchi rejimdan uchinchi rejimga o'tkazish uchun kerak. Exit komandasi bitta orqaga qaytadi, end komandasi ikkinchi rejimga qaytaradi, Ctrl Z ikkinchi rejimga qaytarib qo'yadi. Mana endi sizlarga asosiy kerakli joylarini aytib o'taman. Tarmoqni qurib bo'lganimizdan keyin uni test qilib ko'rishimiz kerak. O'shanda mana bu ping, trace route komandalari kerak bo'ladi. Xo'p. Endi e'tibor beringlar. Komanda strokada biz yozgan paytimizda, ya'ni SLI da Common Line Interface yozganimizda biz to'g'ri yozishimiz kerak. To'g'ri yozganimizda misol rejimni adashtirib qo'yishimiz mumkin yoki qaysidir harfini adashtirib qo'ysak, bizda mana bunaqa ko'rinishda muammolarni bizga ko'rsatib beradi. E'tibor bering. Invalid input detected. Ya'ni yozgan narsangizda muammo topildi. Ya'ni bu komandani qabul qilmadi deydi. Bizani Cisco'ning iOS'ini bitta zo'r tomoni bor, so'roq komandasi bor. Misol ping degan komandani yozib, undan keyin nima yozilishini bilmayapsizmi? So'roq orqali istalgan narsani topib olsa bo'ladi.
Mana bunaqa komanda bo'lishi mumkin. Ambitious komanda degan sizga error chiqarishi mumkin. Bu error nomi. Bu siz yozmoqchi bo'lgan komandani bu tushunmadi, qurilma tushunmadi. Ya'ni misol con deb yozdi. Condan boshlanadigan ikkita komanda borligi uchun qaysi birini olishni bilmadi. Shuning uchun bu komandani men tushunmadim degan yozuv chiqarib beradi sizga. Endi Cisco'ning bitta zo'r tomoni bor. Dangasaman deb aytdim yuqorida. Hech qachon mana configure terminal deb yozib o'tirmayman. Qisqa qilib conft qilib qisqartirib o'tib ketsam bo'ladi. Bu ham bizga berilgan bitta imkoniyat. Demak, endi qurilmani asosiy nastroykalariga o'tamiz. Demak, biz qurilmani nomini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, 3-rejimda bo'ladi. 3-rejimga o'tish uchun enable configure terminal deb yozib, hostname komandasi bilan qurilmaga nom berishimiz mumkin. Agar hostname'ni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, no hostname komandasi bizga yordam beradi. Parol qo'yish. Bu haqida alohida gapirib beraman. Xo'p, configure terminal, ya'ni 3-rejimga kirdik. Konsol portga parol qo'yishimiz mumkin. Ya'ni siz har doim ishxonada bo'lmaysiz, sizni yo'lingizda kimdir kelib sizni qurilmalaringizga kirishi mumkin. O'sha kirishni oldini olish uchun konsol portga parol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Va mana bu komanda orqali qo'yiladi. Demak, nima deyilyapti? 3-rejimga o'tdik. Configure terminal, line console 0, konsol porti ichiga kirdik. Unga parol berdik, password berdik, Cisco. Mana bu Cisco password. Ya'ni parolimiz nomi Cisco bo'ldi. Login deb yozishimizning sababi qachonki konsol kabeldan mana shu qurilmaga kirmoqchi bo'lganimizda, unda mana shu parolni so'rashligi uchun yozib qo'yamiz bu komandani. Va endi bu bo'ldi, tugatdi, yozib bo'ldik degan. Endi qurilmaga kirishda, ya'ni 1-rejimdan 2-rejimga kirmoqchi bo'lsak, bizda parol bo'lishi kerak. Ya'ni siz yo'lingizda kimdir qurilmangizga kirib ketib qolishi mumkin. O'shanga parol qo'yishimiz mumkin. U parol enable secret deb beriladi. Misol mana bu yerda class degan bu parolimizning nomi. Parol bu. Enable secret deb o'zingizga kerakli nomni berishingiz mumkin. Qiyin bo'lib ketyapti deb tushunishingiz mumkin. Yo'q, hozir men sizlarga buni alohida paket trezorda qilib ko'rsataman. Juda ham oson. Bu narsa sizni o'zingiz uchun, o'zingizda ustingizda ishlashingiz uchun, daftaringizga yozib olishingiz mumkin. Mana shu narsa uchun juda qulay narsa. Endi mana bu narsani ham aytib o'taman. Mavzuyimizdan chiqib qoldi. Bu line VTI, bu boya aytib o'tdim, telnet, SSH bor. Masofadan kirish uchun ishlatamiz degan protokollarim bor edi. O'sha protokollarni ishlatishimiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, aytib o'taman. Bu line VTI 0.15 degani 0 dan boshlab 15 gacha, ya'ni 16 ta admin bir vaqtda o'zida bitta qurilmaga kirishi mumkin. Va bir vaqt o'zi nastroyka qilish imkoniyatini yaratmoqchi bo'lsak, line VTI 0.15 deb yozamiz va ular masofadan kirgan vaqti ularni tekshirib olish kerak. Haqiqatdan ham ular bizda adminmi? O'sha jarayonda ularni parol orqali tekshirishimiz mumkin. Ya'ni kim parolni bilsa kirishi mumkin. Demak, password deymizda parol berib qo'yamiz. Va albatta login deb yozishimiz kerak. Login komandasi qachonki o'sha 16 ta admin kirgan vaqtida parol so'rashligi uchun. Ana endi. Yana bitta komandamiz bor ekan. Service password encryption. Bu parollarimiz bizda biz yozgan vaqtimiz parollarimiz shifrlanmagan holatda bo'ladi. Ya'ni, misol men nastroyka qilib o'tirgan jarayonda yonimda begona odam turibdi. Parolni ko'rib qolishi mumkin. O'sha jarayonda parolni ko'rmasligi uchun men yozib qo'yishim mumkin. Service password encryption. O'shanda e'tibor beringlar. Boya biz yozgan line konsolga parol bergan edik, line VTI'ga parol bergan edik. Ularning hammasini parollarini shifrlab qo'yadi. Yonimda turgan odam men ko'rgani bilan foydasi yo'q. Demak, keyingisi banner mod degani. Banner mod yozuvi. Ya'ni bu sizni turli xil javobgarliklardan qutqarib qolishi mumkin bo'lgan komanda. Ya'ni ruxsatsiz kirish taqiqlanadi. O'qiganmiz, ko'rganmizmi bu narsani? Bu sizni javobgarlikdan qutqarib qoladi. Shunday vaziyatlar ham bor. Demak, bu qachon? Bu komanda 3-rejimda yozilar ekan, lekin qayerda ko'rinadi? Siz qurilmaga kirmoqchi bo'lsangiz, sizga birinchi o'rinda ko'rinadi. Mana e'tibor bering. Siz qurilmaga kirmoqchisiz.
O'sha vaqtda so'raldi sizdan. Ruxsatsiz kirish taqiqlanadi. Ruxsatsiz kirish qonunga xilof. Mana endi saqlash komandalarini hozir ko'rib chiqamiz. Adashmasam shundan keyin sizlar kutgan asosiy nastroykalarga o'tamiz. Demak, qurilmamizda nastroykani saqlanib qilmoqchi bo'lsak, bir qancha narsalarni bilib olishimiz kerak. Ya'ni qurilma o'ch holatda bo'lsa, yongan vaqtida, ya'ni startup config orqali yonadi. Bu startup config NVRAM xotirada saqlanadi. NVRAM xotira o'chmas xotira. Qurilma o'chib yongan taqdirda ham u o'chib ketmaydi. Ya'ni siz narsalarni saqlanib qo'ysangiz, mana shu NVRAMga tushadi va u o'chib ketmaydi. Uning nomi startup config. Running config bor. Qurilma ishlab turgan vaqtida siz unga nastroyka qilasiz. U nastroykani siz qachonki saqlamagunizcha u running configda turadi. Running config degani random access memory, RAM xotirada turadi. Bu RAM xotira agar qurilma o'chib yonsa o'chib ketadi. Agar siz qurilmaga nastroyka qilib uni saqlamasangiz, u o'chib ketadi. Agar siz uni сохранить qilib NVRAM xotiraga o'tkazib qo'ysangiz, unda sizda konfiguratsiyalar saqlanib qoladi. Demak, saqlanib qilish uchun nima qilish kerak? Kopiya ol running configdan, ya'ni hozir qilgan nastroykamizdan startup configga, ya'ni startup config degani o'chmas xotiraga kopiya olib qo'y degan ma'noni anglatadi. Shu bilan siz o'zingizda qilingan nastroykalarni saqlab qo'yishingiz mumkin. Bular o'chib ketmaydi. Qurilma o'chib yonsa ham. Hop, reload komandasi bor. Bu qurilmaga перезагрузка berish. Xo'p, mana bu komanda bor. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Erase startup config. Bu degani NVRAM xotira ichidagi nastroykalar turadigan narsani o'chirib yuboradi. Bo'lishi mumkin. Ishlatamiz unaqa narsani. Erase startup config vazifasi qurilmani ichidagi barcha ma'lumotni o'chirib yuboradi. Zavod holatiga keldi. Bir tomondan yaxshi. Demak, bu yerlarni keyin ko'rib chiqamiz. Bo'ldi. Bularni men sizlarga o'zim ko'rsatib beraman. Mana endi sizlar bilan nimani ko'rib o'tamiz? Uzoq kutilgan daqiqalar paket tracerda ishlab ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Paket tracerdagi boya o'rgangan nastroykalarimizni mana shu tarmog'imizga nima qilamiz? Moslashtiramiz. Demak, kelinglar switchdan boshlaymiz. Nimalar komandalar o'rgangan edik? O'shalarni hammasini bir-bir yozamiz. Demak, kelinglar qurilmani ichiga kirib olishimiz kerak. Ikki xil yo'limiz bor. Paket tracerda qurilmani ustiga bosib, SLI bo'limiga o'tib, qurilma nastroyka qilish imkoniyatimiz bor, lekin biz bunday qilmaymiz. Ya'ni o'zimiz uchun, admin uchun bitta kompyuter olib kelamiz. Kabellarning ichidan konsol kabelni tanlaymiz. Bu yerdan mana RS232, ya'ni konsol portni tanlab, qurilmani konsol portiga ulaymiz. Mana endi kompyuterning ichini ochamiz, ustiga bitta bosamiz. Desktop bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerda terminal bo'limi bor. Terminal bo'limini tanlab, OK knopkasini bosib, qurilmani ichiga kirib nastroyka qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tushunarli? Xuddi shu narsani routerda ham qilsak bo'ladi. Ya'ni portni uzamiz, routerda konsol portiga tiqamiz. Qarabsizki, ishlamayman deyapti. Konsol portiga tiqilgandan keyin terminal bo'limiga o'tib, boshqatdan kiramiz. Routerga kirdik. Ana endi sozlamalarni amalga oshiramiz. E'tibor bering, har doim esingizda tursin. Birinchi o'rinda tarmoqni hammasini yashil qilib olishimiz shart. Uning uchun biza mana bu portni yoqishimiz kerak. Esingizda tursin, switchni barcha portlari avtomatik ravishda yoqilgan bo'ladi. Routerni portlarini yoqib chiqishimiz kerak. Demak, routerning ichiga kiramiz. Nima komandalar o'rganganini edik.
Demak, enable degan komandamiz bor edi. Bu enable komandasi mana bu ko'rinishda yozsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa mana dangasalar uchun bunaqa qilib yozsak ham bo'ladi. Keyingi 3-rejimga o'tish uchun configure terminal. Oh, conf. Demak, qisqartirib yozsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa qaranglar, Ctrl-Z ni bosdim, ikkinchi rejimga qaytardim. Xo'p, qarang. Conf deymanda tab knopkasini bossangiz, sizga bu komandani to'ldirib beradi. Eng zo'r yo'lini aytaman. Esingizda qolsin. Agarda qaysidir komandani esingizdan chiqarib qo'ydinglarmi, boshidagi 3 ta 4 ta harfini yozib, tabga bosing, avtomatik chiqarib beradi. Yoki bo'lmasa, so'roq komandasi. Ya'ni konfigurdan keyin nima yozishni bilmayapsizmi? So'roq komandasini beramiz. Terminal degan so'z ekan. Mana kirdik. Mana endi 3-rejimga kirdik. Endi qurilmamiz nomini o'zgartirmoqchiman. Ya'ni xodan boshlanadi. Nima edi? Komandaning nomi? Topolmadim. Knopkasini bosaman, avtomatik chiqarib beradi. Demak, R1 deb nomlanadi. E'tibor bering, o'zgardi. Router mana bu yerda oldin router edi, endi R1. Nomi o'zgardi. Mana nomini o'zgartirish. Endi keling, parol qo'yishni o'rgataman. Xo'p, boya ko'rdik, enable secret ni ko'rdik. Enable secret deb parol qo'yamiz. Keling, kelishaveramiz, hamma laboratoriyalarimiz uchun bir xil parol qo'yamiz. Cisco. Mana enable secret dedim. Bu parol o'zi qayerda ko'rinadi? Buning uchun mana ikkinchi rejimga chiqdim. Yana bitta exit qildim. Enable yo'q. Parol so'radi. Demak, enable secretga qo'ygan parolimiz birinchi rejimdan ikkinchi rejimga o'tishimiz uchun ekan. Cisco yozdim, sizga ko'rindimi? Albatta ko'rinmaydi. Bu xavfsizlik. Demak, birinchi rejimdan ikkinchi rejimga o'tish uchun parol qo'ydik. Kelinglar, ikkinchi rejimda o'zi nima qiladi degan savolga javob topamiz. Show running config. Ya'ni shu paytgacha qurilmada qilingan nastroykalarni ko'rmoqchiman. Shuning uchun show running config yozaman. Demak, hostname qurilma nomi R1 ekan. Enable secret. Qaranglar. Atigi Cisco so'zini yozgan edim. U shifrlanib bizga qanaqadir katta nimadir paydo bo'ldi. Demak, bu yaxshi. Yana bu yerda yana bir qancha nastroykalar bor. Bularga keyin to'xtalamiz. Demak, yana bitta parol turi bor. 3-rejimga o'tamizda enable password deymiz. Keyin bunga ham Cisco qo'yamiz. Biz ogohlantirish chiqardi. Secreting bilan passwording bir xil bo'lib qoldi. Unaqa bo'lmasin degan narsa chiqaryapti. Demak, ogohlantirishga qaramasdan biz davom etamiz. Bu parol qayerda so'raydi? Demak, exit qilaman. Enable parol so'radi. Xo'p, bu yerda bizda ikkita parol bor. Enable secretmi? Enable secret yozsam mumkin, passwordmi yoki secret. Cisco deb yozdim, baribir kirgizdi. Kelinglar show running config qilamiz. Show running config qilsam, mana bu yerda passwordmi ko'rinib qoldi Cisco. Xo'p, bu to'g'rimi? Qanchalik to'g'ri bilamiz. Yonida turganim buni ko'rib qolsa, Cisco bilan kirib ketib qolishi mumkin. Demak, password kuchsizroq. Kelinglar, shuni o'zgartiramiz. Qanday o'zgartirish mumkin? Mana shu komandani ustiga yana boshqatdan yozaveramiz. Qaranglar. 3-rejimga o'tamiz. Enable secret emas. Endi bu safar enable password deymiz. Cisco 1 degan yozuv parol qo'yamiz. Qaysi bir kuchliligini bilishimiz kerak. Demak, yana blokka tushiramiz. Enable. Xo'p, birinchi bergan parolim Cisco edi. Kirdi. Yana chiqamiz. Yana enable dedim. Cisco 1 deb yozdim, kirgizmadi. Balki noto'g'ri yozgandirman. Yana Cisco 1 deb yozdim, kirgizmadi. Endi Cisco ni yozib ko'ramiz. Kirgizdi. Demak, nima ekan? Demak, enable secret bilan enable password bir vaqtda kelib qoladigan bo'lsa, enable secret kuchli.
Ya'ni enable passwordga hojat yo'q. Yaxshi, ikkita parolni ko'rdik. Endi biz yo'qligimizda konsol portimizdan kimdir kirishga harakat qilib ko'rishi mumkin. Kelinglar uni ham bloklaymiz. Uning uchun yana 3-rejimga o'tamiz. Line app knopkasini bosdim. Konsol 0. Bas, nimaga 0 deyishlari mumkin? O'zi bittagina konsol port bo'ladi. Shuning uchun hisob tarmoqda shunaqa narsa bor, 0 dan boshlanadi. Shunga 0 ni qo'ydim. 0 degani bu 1. Demak, parol qo'yishim kerak. Xo'p, unga ham misol Cisco 2 degan parol qo'ydim. Va login yozdim. Login degan bu konsol kabel bilan ulab kirmoqchi bo'lganda parol so'rasin. Mayli. Ko'ramiz qayerda so'raydi buni. Exit qilib chiqdim. Qurilmaga mana endi kirmoqchi bo'lgan paytim parol so'radi. Kelinglar Cisco ni terib ko'ramiz. Yo'q. Cisco 1 ni terib ko'ramiz. Yo'q. Buni paroli Cisco 2 ni terdim. Kirdi. Demak, bu line konsolni paroli ekan. Xo'p, ana endi. E'tibor beringlar, kirish vaqtida menda hech qanaqa ogohlantirish chiqarilmadi. Kelinglar ogohlantirishni chiqaramiz. Cisco 1 Cisco. Demak, 3-rejimga o'tamiz va nima qilamiz? Banner mod yozamiz. Banner mod. Kirishingizni kirish mumkin emas. Yoki nimadir javobgarlikka tortilasiz. deb shunday yozib ogohlantirish qo'yib qo'ysalaring va exit qilib chiqdim. Mana qaranglar. Mana. Kirish mumkin emas. Nimadir javobgarlikka tortilasiz degan ogohlantirish chiqdi. Undan keyin bizdan line konsolda port parolni so'radi. Cisco 2 edi. Hop, enable Cisco. Hop, 3-rejimga o'tamiz. Ana endi asosiy ikkilamchi nastroykalarni qildik. Endi eng asosiy narsaga o'tishimiz kerak. Ya'ni biz mana bu gigabit Ethernet 00 portimizga kirib, unga IP adres berishimiz kerak. Buning uchun yozamiz interface gigabit Ethernet. 0 uzun bo'lib ketar ekan. Kelinglar buni qisqa yo'lini ham ko'rsataman. Exit qildim. Boshqa yerdan yozaman. Interface G00. Bunaqa qilib yozishni imkoniyati bor. Demak, mana bu komandamiz bilan mana bu komandamiz teng kuchli. Nima qilamiz? Endi IP adres beramiz. IP adres 192.168.1.254. Inglizcha video ko'rganda bo'lsa 255 deyishadi. Maskasini ham yozasizlar. Shu ko'rinishda yozasizlar va no shutdown. E'tibor beringlar, bu portni yoqishimiz kerak. O'chiq turibdi. Men hozir enter knopkasini bosishim bilan bu qizil narsa sariqqa o'zgaradi. 1 2 3. Yashil bo'lib turadi. Demak, portimiz mana ko'tarildi. Hozir bir necha soniyadan keyin mana bu ham yashil bo'ladi, portimiz ko'tariladi. Yaxshi, biza routerda qiladigan boshqa ishimiz qolmadi. Kelinglar show running config qilib nima ishlar qilganimizni bir ko'rib chiqamiz. Boya aytib o'tgandek, yana dangasaligim tutdi. Hozir yana men 2 marta exit yozishim kerak, ikkinchi rejimga tushish uchun. Va u yerda yana show running config yozishim kerak. Yo'q. Do show run. Do bilan yozdim, e'tibor bering. 3-rejimdan yuqoridamisiz? Do komandasi bilan ikkinchi rejimda qilish kerak bo'lgan komandalarni ishlatsangiz bo'ladi. Faqat oldiga do qo'yish kerak. Do show run. Yana bitta minus tomoni bor. Tab ishlamaydi. Demak, hostname'imiz bizada R1 ekan. Ikki xil parolimiz bor ekan. Qaranglar. Mana bu enable passwordimiz bizada ko'rinib qoldi. Kelinglar uni shifrlab qo'yamiz. Shifrlab qo'yishimiz. Qanday shifrlaymiz? Boya o'tganidek exit qilaman, 3-rejimga qaytib oldim. Hop, service password encryption degan komanda bor. Mana shu komanda bizga barcha parollarni shifrlash uchun yordam beradi. Yana do show run qilib ko'ramiz. Boyaga enable passwordimiz shifrlandimi? Mana
ko'rishingiz mumkin. Enable password boya Cisco 1 turgan edi, bu shifrlandi. Buni tushundik. Mana, endi interfeys gigabit ethernet olamiz, IP adresi bor. Yaxshi. E'tibor bering. Mana bu boshqa portlar shutdown holatda turibdi, o'chiq turibdi. Bunda hech qanday komanda yo'q. Shutdown komandasi. Bu degani port yopiq. Xo'p, mana line console uni parolini ham shifrlab qo'ydi. Bo'ldi. Asosiy ishlarimizni qildik. Endi kelinglar. Kompyuterlarga IP adres berish esimizdan chiqibdi-ku. Kelinglar kompyuterlarning ichiga kirib IP adres beramiz. Desktop bo'limiga o'tamiz. IP configuration 192.168.1.1 IP adresi, maskasi avtomatik chiqadi. Mana bu qismiga default gateway ga qaranglar. IP default gateway. Mana shu yerga biz routerimiz IPsini yozamiz. Nimaga? Chunki agar internet senga kerak bo'lmoqchi bo'lsa, sen routerga bor. Demak, routerda IP adresini yozib qo'ydim. Endi ikkinchisini yozaman. IP adresimiz 1.2. Bunda ham default gateway bir xil bo'ladi. Chunki bularning hammasi to'rtta kompyuter switchga boradi, switchdan routerga borib, routerdan internetga chiqib ketadi. Shuning uchun barcha lokal tarmog'imizga default gatewaylarimiz bir xil. Keyingisiga o'tamiz. Bir u 3 IP adres, default gatewayimiz 1.254. Keyingisi 1.4. Bir 254. Bo'ldi. IP adreslarimizni berib bo'ldik. Ana endi kelinglar, bular o'zaro aloqa qilyaptimi, bular ishlayaptimi, shuni tekshiramiz. Tekshirishimiz uchun mana bu yerdagi paketcha bor. Yoki bo'lmasa P harfini bosishingiz mumkin. Mana shuni ustiga bosasiz. Mana bu kompyuterdan birinchi kompyuterdan ikkinchisiga ma'lumot tashimoqchi. Biz u successful, ya'ni o'tdi, muvaffaqiyatli o'tdi. Kelinglar, ikkinchisidan uchinchisiga tashib ko'ramiz. Successful. Hop, birinchisidan to'rtinchisiga tashlaymiz. Successful ishladi. Demak, muvaffaqiyatli, hech qanaqa muammo yo'q. Endi kelinglar. Bular o'zi qanday o'tdi bu paketlar? Mana bu delete bilan o'chirib tashlaymiz yuqoridagi paketlarni. Simulationga o'tamiz, qaranglar. Mana bu simulyatsiya qilib har bitta paket ko'rish imkoniyatini beradi. Qarang. Ya'ni birinchidan ikkinchi kompyuterga kelmoqchi bo'lsa, paketimiz qanday harakatlanadi? Demak, paketimiz switchga keldi, switchdan kompyuterga bordi. E'tibor bering, bu yerda successful bo'lmadi. Nimaga? Chunki paketimiz yetib borgandan keyin uni qaytib kelish kerak. Qaytib kelganda tasdiqlash paketi bilan qaytib keladi. Ya'ni mana bu tasdiqlash paketi. Paket yetib keldi degan ma'noda. Va undan keyin successful bo'ladi. Bo'ldi, tushunadi. Endi bunday qilamiz. Kompyuterimizdan routergacha aloqa bormi? Tekshiramiz. Uning uchun kompyuter va routerni o'rtasida paket tashlab ko'ramiz va simulyatsiya orqali ko'ramiz. E'tibor bering. Mana bu yerda tarmog'imiz hali yangi bo'lgani uchun ularda o'zaro paketlar hali almashib olmagan, airtable degan narsalarimiz bor. Keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. O'sha narsalar hali to'liq bo'lmaganligi uchun birinchi marta qurilma router bilan aloqaga chiqish jarayonida ma'lumotni hammaga tashlaydi. Undan keyin ma'lumotlarni alohida tashlashni boshlaydi. Demak, ma'lumot routerga yetib bordi. Routerdan tasdiqlash paketi yetib keldi. Tasdiqlash paketi yetib keldi, lekin hali yana u yo'q. Successful bo'lmadi. Nimaga? Chunki bu yerda boya aytib o'tganda ARP paket ishladi. Ya'ni bitta yo'l tekshirildi hozir. Ana endi asosiy ma'lumot jo'natiladi, e'tibor bering. Mana asosiy ma'lumot jo'natildi va asosiy ma'lumot yetib borganligini tasdiqlash maqsadida nima qilindi? Tasdiqlash paketi jo'natildi. Ana endi successful. Demak, biz tarmog'imizni tekshirdik, ishlayapti. Lekin biz real tarmoqda qanday qilib bunaqa paket tashish ilojisi yo'q-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri? Yo'q. Uning uchun boshqacha yo'ldan tutamiz.
Xo'p, real time'ga o'tamiz. Simulation. Bu simulation vaqtni to'xtatib, paketlarni ushlab ko'rish imkoniyatini yaratadi. Real time'ga o'tamiz. Demak, mana bu kompyuterimizdan routerga ping tashlab ko'ramiz. Ping degani boyagi paket tashlab ko'rdik-ku, xuddi o'sha narsa. Uning uchun commandga o'tamiz. Ping degan komanda yozamiz va qurilmamizni IP adresi 192.168.1.254. Tayyormisizlar? Boshladik. 1, 2, 3, 4. Mana 4 ta paket jo'natildi va 4 tasi qabul qilindi. Mana 4 ta ma'lumot jo'natildi, 4 ta qabul qilindi, yo'qotilish soni 0. Demak, bizda tarmog'imiz ishlayapti. Ana endi tekshirish real hayotda mana shunday bo'ladi. Buni bilib oldik. Endi saqlanib qilish kameralarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, xohlasangiz qurilmani ustiga bosib ham kirsangiz bo'ladi. Routerni ichiga kirdim mana. Xo'p, saqlanib qilish komandasi ikkinchi rejimda bo'ladi. Shu narsani unutmanglar. Saqlanib qilish ikkinchi rejimda. Copy running config startup config. Demak, hozirgi ishlab turgan nastroykadan kopiya olib Environ xotiraga saqlanib qildik. Okay. Bo'lib saqlanib qildik. Ana endi kelinglar, switch bilan switchni nastroykasini ko'rib o'tamiz. Routerning nastroykalari tugadi. Ana endi switchning ichiga kiramiz, konsol portini ichiga ulab, kompyuterimizdan terminal bo'limiga o'tib, OK knopkasini bosamiz. Demak, mana biz switchning ichidamiz. Kelinglar, boya yuqorida qilgan nastroykalarimizni tezlikda ko'rib o'tamiz. Demak, hostname berishimiz kerak. Ya'ni qurilmamiz nomini o'zgartiramiz. Hostname misol uchun SV1. Keyingisi parol berishimiz mumkin. Enable secret Cisco. Enable password Cisco. Passwordni ham qisqartirib yozishimiz mumkin. Hop, ikkita parolni bir xil berma deb meni ogohlantirdi. Hop. Line console 0. E'tibor bering, men bunda qisqartirib yozyapman. Shunday qisqartirib yozish imkoniyati sizda ham bor. Hop, password Cisco. Lekin parolni qisqartirishda ilojisi yo'q. Login. Exit. Hop, misol banner mod. Qo'shni ochida yozamiz. Kirma. Kuyasa. Hop, yozdik. Service password encryption. Service password encryption. Bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 30 soniyaga qolmasdan barcha nastroykalarni qabul qildi. Qiyin emas, juda ham oson. Xo'p, savol bo'lishi mumkin, biz IP adres bermaymizmi switchga? Yo'q. Switchda portlariga IP adres berib bo'lmaydi deb daftaringizga katta qilib yozib qo'ying. Switchda portlariga IP adres berib bo'lmaydi. Faqat routerda portiga IP adres beramiz. Mana tarmog'imizda biz qurdik, uni ishlatdik, ko'rdik, nastroykasini qildik. Hamma narsa ishladi. Bu xudo xohlasa sizlar bilan birinchi eng kichkina tarmog'imiz shu bo'ladi. Xo'p, paket tracerda paket tashishni o'rgandik. Ya'ni paket mana bu yerdan tashiladi. Mana bu yerda sektorlarga bo'lmoqchi bo'lsangiz, ajratib qo'ymoqchi bo'lsangiz, tarmog'ingizda mana bu yerdan kirib chizishingiz mumkin. Misol dumaloq chizib, misol mana to'rtburchi ichini rangi yashil bo'lsin. Okay. Shunaqa qilib tarmoqlarni segmentlarga bo'lmoqchi bo'lsangiz, shunaqa chiroyli qilib ishlashingiz mumkin. Xo'p, ana endi kelinglar bitta secret narsa ko'rsataman. Mana bu yerda physicalga bosamiz. E'tibor beringlar. Bizda qurilmalarimizda shkafda qanday turganligini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bering. Mana bizning routerimiz bor, mana switchimiz bor. Xo'p, qaranglar. Qaysi port? Routerimiz gigabit Ethernet 00 portidan chiqib, switchimiz 01 portiga ulangan mana kabelgacha ko'rishimiz mumkin. Xohlasak, uzib, boshqa portga tiqib qo'yishimiz ham mumkin. Juda ham zo'r. Bu tarmog'imizda vizual ko'rinishi. Ya'ni bular shkafga joylashtirilgan. Mana 4 ta mana kompyuterimiz. Kompyuterimizga ketgan.
kabellar, kompyuterlarimiz ko'rinmabdi. Bu tarmog'imizda logический ko'rinishi. Demak, switchimiz bor ekan mana. 4 ta porti zayn bo'lib turibdi. Bitta porti router ulangan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunday qilib logический ko'rinishga o'tib qo'yamiz. Fizический ko'rinishdan. Xullas, mana sizlar bilan bugungi darsimizda ham o'z yakuniga yetib qolyapti. Sizlarga bitta narsani ko'rsatishdan chiqibdi. Qo'shimcha настройка sifatida qabul qilasizlar. Saqlanib qilishda yana bitta yo'li bor. Write memory. Avtomatik xotiraga RAM xotiradan NVRAM xotiraga saqlanib qilib qo'yadi. Xo'p, bunaqa yo'li bor. Kelinglar, ichidagi hamma narsani o'chirib yuborishni ko'ramiz. Erase startup config qilamiz. Haqiqatan o'chirmoqchimisan? Ha, haqiqatan o'chirmoqchiman, lekin ichida hech nima o'chmadi. Qaranglar. Switch bu ichida turibdi. Bitta reload перезагрузка beramiz. Перезагрузкаdan keyin avtomatik ravishda bizani настройкаlarimiz hammasi o'chib ketadi. Qurilma hozir yangidek bo'ladi, e'tibor beringlar. Mana switch bo'lib turibdi. Mana bizdan parol ham so'ramadi. Mana bu narsa vaqtida chiqdi. Agarda sizda shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, Ctrl Shift Alt ni bosishingiz kerak. O'shanda paket tracer qotib qolmasdan bemalol ishlaydi. Yoki bunaqa holatlar yana bo'lib qoldi. Shunaqa holatlar ko'p bo'lmasligini oldini olish uchun 3-rejimga o'tib no IP domain lookup degan komanda yozib qo'ysangiz va istalgancha noto'g'ri komanda yozsangiz ham boydan qotib qolish holatlari kuzatilmaydi. Demak, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan paket tracerda mavzuim shu edi. Sizlar bilan keyingi darslarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. O'zbekona Cisconing o'zini shiori bor. Biz sizni ehtiyojingizni qiziqishga aylantiramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.